Assalomu alaykum. Bugungi videorolikda to'ylarda o'z-o'rnini topgan zo'r taomlardan biri manpar tayyorlaymiz. Ko'rsatilgan retsept asosida tayyorlasangiz, o'zingiz to'yda o'tirgandek his qilasiz. Retseptni yo'qotmaslik uchun saqlab qo'yish tugmasini bosib qo'yish yoddan chiqmasin. Mol go'shti va sabzavotlarni videoda ko'rsatilgandek kubik shaklda bir xillatib to'g'rab olamiz. Asosiysi ovqatni uy qozonida emas, o'zoqda tayyorlaymiz. O'zoqni tena o'rtacha o't yakamizda yog'ni solib, go'shtlarimizni bosib beramiz. Go'shtga duz solib, qizartirib, yaxshilab qovuramiz. Go'sht qizarib qovurilgandan keyin piyozlarni ham beramiz. Piyozlarni yaxshilab taplab qovurib olamiz. Yaxshilab taplanmasa, manparning ustiga chiqib qoladi. Izindən gəşir bilan chesnokdan beri bularni yaxshilab taplab qovurib olamiz. Bir qoshiq tomatli pasta solib, yaxshilab qovurib, ozgina suv qo'shib qaynatib qo'yamiz. Manpar qaynagancha xamir qilib olamiz. Xamir uchun bir dona tuxum, 20 gram suv, 10 gram duz, ozgina un kerak bo'ladi. Yaxshilab qarilsa, qarabsizki, xamir tayyor. Xamirni umidama qo'yib, manparni kalchikaridan solib, keraklicha suv solib, qaynatmoqqa qo'yib beramiz. Ovqat qaynab pishamandayicha xamirni yubka qilib yoyib olamizda, videoda ko'rsatilgan shaklda mayda-mayda qilib doğrab olamiz. Doğralan xamirlarni samasda 10 minutdan ovqatni bolgarskiy chesnoklarni solib beramiz. 10 minut o'tgandan xamirlarimizni ham solamiz. Xamirning izidan duz va ziravorlarni ham solamizda 10 minut xamirning pishishini kutamiz. Ovqatni ara-arada bo'lib turish kerak bo'ladi, xamirlar tena o'tirib qolmasligi uchun. To'y manpar ham tayyor, yoqqan bo'lsa bir like bosib qo'yasizlar.